Bugun sizlar bilan afsankali non tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi: bitta kosada afsanka, bitta kosada suv, 1 kosa un, 1 choy qoshiqda tuz, 1 osh qoshiqda droji, 2 osh qoshiqda yog' kerak bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz idishimizga afsankamizni solib, ustidan tuz, droji, iliq suv solib, aralashtirib 15 minutga ustini yopib olib qo'yamiz. 15 minutdan keyin suv shivoladi. Un solib 2 osh qoshiqda yog' solib xamir qoramiz. Xamirimiz tayyor bo'lgandan keyin xamirni yarim soatga issiq joyga olib qo'yib, tingandan keyin listga qog'oz solib, qo'limizda dumaloq shakl berib, ustidan qatuv surib, keyin kunjut sepib, 180 gradusda 30 minutga pishirib olishga qo'yib yuboramiz. Bir marta tayyorlab ko'ringlar, qayta tayyorlaysizlar. Hammanglarga yoqimli ishtaha.